sizlarga bugun yaxshi robotni ko'rsataman. Professional darajada yozilgan. Oddiy robot emas bu. Qarasanglar bo'ladi, $100 depozitdan hozir $700 ga olib chiqdi. Boshlang'ich depozit $100 bilan boshlangan. Test 2026-yildan boshlangan. Hozir mart oyi 4 oy ichida mana shunaqa rezultatni ko'rsatyapti. Bu robotni olsanglar kamida kunlik yo'q, kamida 1 soatlik time frame da ishlatsanglar bo'ladi. Robotimizni. Qaranglar, option testni ko'ramiz. Mana $100 dan depozit qilingan, hozir $750 ga olib chiqqan. 26-yil boshidan 23-martgacha test jarayoni. Shunda necha oy bo'ladi? Yanvar, mart, fevral 3 oy bor ekan. 3 oyda 700% ko'tarib bergan depozitni. Bu oddiy robot emas. Mana qarasanglar, kunlik time frame da ham har kun trade qilmagan mana. 1 kun, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kunlab ham trade qilmagan paytlari bo'lgan. Bu robot bozorda qulay vaziyatda ovlaydi. Qulay vaziyat bo'lsa trade qiladi. Sifati o'ta yuqori, lekin har kuni ham trade qilavermaydi. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, mana shu switchada trade qilinmagan, mana shu switchlarda mana ochiq joylar bor, o'shalarda trade qilmagan. Kam trade qiladi, lekin sifatli trade qiladi. Qulay vaziyatni topib, qulay vaziyatda trade qiladi. Boshqa time framelarda ham ishlaydi. 1 soatlik, 4 soatlik kunlik time frame da ishlaydi, lekin M5, M15 ga tushirish tavsiya berilmaydi. Kamida M30 1 soatlik time frame bo'lsa, normalni ishlab beradi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol menga aloqaga chiqsanglar, robot haqida ma'lumot beraman. Robotda ham puli qimmat emas. Hammaga ma'qul keladigan narxda arzon qo'yganman robotni. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hammaga omad. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar.